Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzgan o'zbekistonlik jazolandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman sudida 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi Taraga nisbatan sud jarayoni bo'lib o'tdi. U Rossiya tomonidan harbiy harakatlarda qatnashganlikda ayblangan. Fuqaro 2021-yilning may oyida u Sankt-Peterburgga pul ishlash uchun ketgan. Avvaliga hammasi joyida edi. 2024-yilning yanvarida Rossiyada yashash uchun zarur hujjatlari yo'qligi tufayli migratsiya qoidalarini buzgani uchun hibsga olindi. U tergov izolyatoriga tushganida politsiya unga agar u Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzsa va Ukrainaga qarshi jangga borsa, unga yaxshi pul va Rossiya fuqaroligi va'da qilingan shartnoma taklif qilindi. U rozi bo'ldi va 1 yillik shartnoma imzoladi. Shartnoma shartlariga ko'ra, u to'g'ridan-to'g'ri harbiy harakatlarda qatnashmagan. Leningrad viloyati Kamenka qishlog'ida harbiy istiqomlar qurish bilan shug'ullangan. 2024-yilning iyul oyida u buning uchun avvaliga 195 ming rubl, keyin esa yana 500 ming rubl olgan. Shundan so'ng unga oyiga 37 ming rubl miqdorida maosh tayinlangan. Ammo xizmat paytida uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi. 2024-yil oktyabr oyining oxirida u qismdagi kasalxonaga yotqizilgan va keyinchalik Annopol shahridagi harbiy sanatoriyaga davolanish uchun yuborilgan. U 2025-yilning 1-yanvariga qadar u yerda qolgan. 13-yanvar kuni esa O'zbekistonga qaytdi. Sud majlisida u o'z aybiga iqror bo'lib, sodir bo'lgandan afsusda ekanini aytdi. Sud uni yollanma askarlikda, ya'ni u pul evaziga harbiy amaliyotlarda qatnashganlikda aybdor deb topdi. Unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi belgilandi.